Bu safargi videomizda Chelak shahrimiz va chelakliklar haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sahifalarimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib keting. Chelak shahri bu shunchaki shahar emas, Payariq tumanining yuragi hisoblanadi. Tarix va kelajak birlashgan maskan. Chelakliklar samimiy, mehmondo'st, yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi muomalada bo'ladi. Bir-birini qo'llab-quvvatlashi juda ham kuchli xalq hisoblanadi. Aholining katta qismi tadbirkorchilik, savdo-sotiq, hunarmandchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Savdo-sotiq qilish uchun ikkita katta maydonni egallagan bozor bor. Hozirgi xalq tilida aytganda Chelak eski bozori va Chelak yangi bozori. Ikkala bozorda ham kiyim-kechak va oziq-ovqat savdosi bitta joyda joylashgan. So'nggi yillarda Chelak shahrida yangi ko'p qavatli turar joylar, yo'llar, ijtimoiy obyektlar barpo etilmoqda. Shahar zamonaviy ko'rinishda yuqoriga qarab o'smoqda. Tumanimiz haqidagi ma'lumotlarni hamda yangiliklarni bilish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.